Qarang, ustidagi jildi ichidagi ko'rpachaga nisbatan 4 sm kattaroq, mana ko'ring. Buni sababini faqat tikuvchi chevar opalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Meni hozir bu aytib o'tmoqchi gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyga to'g'ri so'zni yozib qoldiring. Mana bu ko'rib turgan ko'rpachangizda yana bir mijozimizga 6 ta 2,5 metrlik ko'rpachani ichidagi satiniga paxta solib tayyorlatib, ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda solib paxtalar tayyorlab qovulgan. Ustiga koreyskiy satindan 6 ta ko'rpachaga jild qilib tayyorlab berganmiz. Bu ko'rpachaning ustidagi jildi ichiga nisbatan kattaligi sababi ko'rpacha vaqti kelib yuvilganda suvga ma'lum miqdorda razmeri torayadi, kichrayadi. O'shanda bu ko'rpachani jildini yana qaytib kiygizganingizda to'g'ri keladi. Agar bu ko'rpachani o'zi bilan o'zi qilib tikib qo'ysangiz, ko'rpacha yuvilganda ma'lum miqdorda suvga kirish holati bilan razmer to'g'ri kelmay qoladi. Albatta, hurmatli udum kuzatuvchilari, mana bu ko'rib turgan komplektingiz 6 ta 2,5 metrlik ko'rpacha, 10 ta 50 ga 60 razmerda yostiq yana bir mijozimizga tiktirib tayyorlab berdik. Bu ko'rib turgan ko'rpachalaringizda tayyor komplekt narxi 4,205,000 so'm. Albatta, sizga ham mana shunaqa asl matoli ko'rpachalar kerak bo'lsa, udum jamoasiga murojaat qiling, udumga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.